Anvar aka savol. Hop. Optimum Nutrition'dan Gold Standard Whey, Biotech USA'dan ISO Zero Black, BSN'dan Sintol. Qaysi proteinni o'zingiz uchun olib icharsiz? Qaysi proteinni eng yaqin o'rtog'ingizga olib berardingiz? Qaysi proteinni umuman olmasdingiz? Hop. Optimum Nutritionni o'zim uchun olib ichardim. Chunki har doim Optimum Nutrition ichaman, effekti zo'r. O'rtog'im ham yaxshi narsa iste'mol qilish kerak. Biotechga o'rtog'imga berardim. Sinta 6 ni esa umuman olmasdim, sotib olmasdim. Nimaga? Chunki Sintani bu ikkitasi bilan sravnit qilib bo'lmaydi. Tenglashtirib bo'lmaydi. Uni faqat mazasi yaxshi bo'ldi men uchun. Jamshid aka, sizga ham o'sha savol. Aha. Qaysi protein brendini o'zingiz uchun iste'mol qilgan bo'lardingiz? Aha. Qaysi birini o'rtog'ingizga tavsiya qilib olib bergan bo'lardingiz? Qaysi birini umuman sotib olmagan bo'lardingiz? Tak, javob beraman. Odamlarga yoqadimi, yo'qmi? Men o'zim uchun Biotech brendidan ISO Zero Black yoki Skytech'dan ikkalasi bitta narsa pashti gidroiz olgan bo'lardim. Eng yaqin o'rtog'imga ham shuni tavsiya qilardim. Agar o'rtog'im shunchaki o'rtog'im ko'cha jo'ra bo'ladigan bo'lsa, Optimum Nutrition Gold Standard olsin. Sint 6 ni men ham olmasdim, chunki Sint 6 ni formula jihatdan ham, siryo jihatdan ham, texnik jihatdan ham bular bilan solishtirib bo'lmaydi. Shunaqa.